Farzandingiz bir dona shamni o'chirishga qiynaladimi? Demak, nutqni rivojlantirishda nafas mashqlari yetarli emas. Keling, bugun sizlarga men fasllar yordamida nafasni to'g'ri chiqarishni o'rgataman. Shu bilan birga bolangiz fasllarni ham o'rganib oladi va shamni ham puflashni o'rganib oladi. Buning uchun bizga faslda tasvirlangan rasmni kerak bo'ladi. Ichiga biz rangli qog'ozlardan barg ko'rinishida kesib solib qo'ydik. Qish fasli uchun biz pokelardan foydalandik. Qolganlariga esa kuz faslidagi ko'rinishda kesib olamiz. Endi bizga trubochka kerak bo'ladi. Endi sarafonimizni teshuvchi shaklida kesib olamiz va trubochkamizni tiqib olamiz. Endi burundan chuqur nafas olib uflaymiz. Ko'rasizlarmi qanaqa uchayotganini? Bizga hozir qish faslini ko'rsatamiz. Yana chuqur nafas olamiz. Ko'rasizlarmi? Xuddi shu tarzda bahor va yoz fasllarida ham sinab ko'rasiz. Bu mashqlar farzandingizni fasllarni o'rganishiga, nafasni boshqarishiga va nutqni aniq chiqarishiga yordam beradi. Sizlarga qiziq bo'lgan bo'lsa, farzandinglar bilan sinab ko'ringlar va natijasini izohlarda qoldiring. Bizga like bosib obuna bo'lishni unutmang. Bundan-da qiziqarliroq ma'lumotlar hali oldinda.